Hop, sizlarga tayyor joy ko'rsatamiz. Sklat bo'ladi. Yuklarni saqlash uchun. Hop, bu oldi tarafda ikkita darvozasi bor, 400 kvadratli, fasadlari ham katta. Bundan oldin lokatsiyani tushuntirib o'tadigan bo'lsam, Hasanboy Betonki yo'ldan kirib kelish, hamma biladigan choyxona, choyni pila deb aytiladi. Bu taraflarimizda ham prom-zona, sklatlar ko'p bo'ladi. Yo'l yuziga yaqin joydan. Ichkarida 1300 kvadratli qorovullar bor, yopiq maydon, tayyor turar joy hovlilari bilan bitta-bitta tushuntirib beramiz. Bunimiz 400 kvadrat отдельно bo'ladi. Bu ko'cha tarafda bo'ladi. Ichkari tarafda Nobodoga kimdir ko'cha tarafi o'zidan qanaqadir bir biznes qilaman deydigan bo'lsanglar ham yoki sklat qilib, hozirgi kunda ko'payib ketdi, sklatni o'zidan ham savdo qiladigancha, o'shanga o'xshab do'kon qilib ham bo'ladi. Bu yog'ini gaplashib olaveriladi. Ichkarini tushuntiraman, keling. Hop, 1300 kvadratli joyimiz bu bo'ladi. Katta darvozadan kirib kelish, qorovulxona, ofislar, hammom, tualetlar, hamma narsa mavjud ekan. Hovlisiga bemalol mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Bu angarimiz o'rtada kattagina yaxlit 1300 kvadratli bo'ladi. Arendaga berilyapti. Opisaniyada nomer qoldiramiz, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Lokatsiyasi hozirgi kunda Jomiy bozorlarga bu tarafdan yaqin bo'ladi. Bu tarafdan Betonki yo'lga bemalol mashinalar chiqib ketsa ham bo'laveradi. Sog' omon bo'lasizlar. Xudo xolasa, to'liq ma'lumotni pastdagi nomerlardan olsanglar bo'ladi.